Mavdaniga yuragim 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 to'lib olib bo'lsa boshimga tegar hurli tanovati yozatida aqlida bozar men qirlarda yursam olamni shamol bosar. Assalomu alaykum obunachilarimiz, vatandoshlarimiz. Mana navbatdagi nihoyatda chiroyli skromniy hayit fason darvozamizni o'z o'rniga olib kelib, ustunovka qilib, pon egalariga topshirib oldik. Navbatdagi obyektimizga bunga ishlatilgan materiallarga qisqacha obzor qilib sizlarga tanishtirib borsam, manzillar o'zimizning vodiyga Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Sultonobod shaharchasiga olib kelib, o'rnatib, ustunovka qilib topshirib berdik. Bu xonadon egalari o'zlari ijtimoiy tarmoq orqali nomerimizni olganlar, gaplashganmiz, suhbatlashganmiz, lekin rasmiy raqamni kelmaganmiz. Ochiqni aytish kerak. O'zlari telefon orqali aytgan rasmiylarga qilib olib keldik. O'zimiz ham haqiqatan joylariga tan berdim. Nihoyatda rasmiyda chiroyli bergan ekanlar. Osongina chiroyligini qilib o'rnatib oldik. Bu darvozamizga endi ishlatiladigan materiallari 2 qavatlisdan foydalanilgan. Oldi 1.8, orqasi 1.5. Bu 3 qavat desa ham bo'laveradi. Chunki sababi mana 2.5 profil pulni oldiga bezak berib chiqilgan. Bu ham pastda 3 qavatga kiradi. Endi biz 2 qavat deb hisoblaymiz. Kesaklari ikkala yoni 10.5 shivellar, past tomoni ham, oyog'ining tagi ham 10.5 shivellar. Tepa tomoni 10.5 profil. Uni stenasi ham qalin. O'rtaga stoykasiga 10 profil. Buni stenasi ham qalin stilida bo'lgan. Darvozamiz alohida kaltkaga ega, chunki razmerlariga eniga 4 metr, bo'yiga 3 metr, 12 kvadrat joyimizga chiroylab ustunovka qilib berdik. Darvozamiz alohida kaltkamiz 80 sm foydalanilgan. Zazor yopish maqsadida 2 profildan ponni aylantirib mana bekitib berilgan. Ranglari bir xilda mokr asfaltda o'sha to'qrog'idan turib, oldiga ponni germetikdan tepib berilgan. O'ziga yarashgan mana 5 ga 3 profildan ruchkalarga kaltkaga ham alohida qo'yib berganmiz, ikkala qanotga ham alohida qo'yib berilgan. 3 ga 2 profil, buni stenasi ham qalin, peshi burunda. Bu ham zazorda yopish maqsadida profil ishlatilgan. Ko'pchilik palasaqlarimiz profil ishlatadi. Darvozamiz og'irligi hamma yo'g'i joy-joyida, o'zi xonadon egalari ham zo'r, menga yoqdi, ma'qul keldi dedilar. Xudo xolasa olib kelib ustunovka qilib berdik. Zabuhlari mana o'ziga yarashgan stimul zabuhdan qo'yib berdik. Darvozaga nihoyatda hamma yo'g'i ochilib yopishlar joy-joyiga qo'yib ustunovka qilib berdik mana. Bismillah. Mana orqa tomoni degalik orqa tomonni ko'rsatib o'tamiz aka. Ustakalarim bor ekan. Olmanglar. Xalaqit bermaymizmi? Yo'q. Hop, mana orqa tomon deganlariga, orqa tomoniga o'sha bir xilda kraska sepib berilgan Germetex bilan. Sentr zamok yengil ochilib yopishlari. Nihoyatda yarimta Yebra olib ochilib yopadi. Qanotlarimiz ochilib yopiladi. Hech qayerda hali nimasi yopilib ketish yoki ochilib ketishi yo'q. Mana. Darvoza tekis haqiqiy nol qo'yilsa, mana shunday ochib yopiladi. Bu ruchka bezak uchun qo'yilmagan, chunki moshina qilib o'rnatilgan mana. Odamni ko'tarishi ham, haqiqatan odamdan ko'taraveradi. Xo'p, ishlarimiz ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqishlarim mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Olib borib, o'rnatib, ustunovka qilib berish jarayonlari ham hammasi ichiga kiradi. Olib borib, o'rnatib, ustunovka qilib berishlari ham bepul. Xo'p, shu xonadon egalari endi akam, hop, orqadan turib gapirsam ham maylimi deganlari uchun, mayli aka, fon orqasidan turib ham gapirib bersangiz bo'laveradi. Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Darvozalar buyurib nasib qilsin. Nasib qilsin. Mana xonadonimizga olib kelib ustunovka qilib berdik. Endi shu ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib boruvchi sizga o'xshagan obunachilarimizga qanday fikrdasiz? Bir haligi realniy bo'lgan voqeani aytib berasiz hoji aka? Rahmat, shunchalik qilib kelibsizlar. Hamma yoq ko'ngildagidek bo'libdi. Endi bu rangilari, fasollar hamma yoq ma'qul. Biz aytgandek ko'ngildagidek bo'libdi. Agar aybi bo'lsa ayting hoji aka. Yo'q, rahmat. Yo'q, hamma yoq joyida. Hamma yo'q joy-joyda? Joyida, rahmat. Bo'ldi. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, biz uzoqqa yo'lga chiqamiz. Va bizga endi chiroyli qilib duo qilib bersangiz. Hamma yo'q bo'ldi. Baraka bersin. Amin. Ishlar rivojini bersin Alloh. Amin. Hamisha mana shunaqa ishlarni qilib, amin. Odamlarning xizmatini qilib, amin. Bola chaqalarning orzu-havasini ko'rib, amin. Yurishlarni Alloh nasib qilsin. Topganlarning barakasini bersin Alloh. Allohu akbar. Yashang hoji aka. Bergan pulingizga rozi bo'lib qo'ying, ha? Yaxshiliklarga ochib qo'ying. To'ylarni qiling, mana ustalar chiroyli mana bag'larga fasadni o'sha nimalarda qilishyapti ekan.
to'ylarda qilib hojilarga borsangiz ham doim ochiq tursin. Rahmat. Obunachilarimiz mana ko'rdilaring, xudo xolasa. Bunda ham chiroyli darvozalar, hayit fason deysizlarmi, shohona fason deysizlarmi? Bemalol aloqaga chiqsalaring, chiroylab ishlaringizni bitirib, o'rnatib qilib beramiz. Agar darvozamiz yoqqan bo'lsa, mehnatimizga agar bir donadan layklayni, ayamasa degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hoji aka rahmat. Charchamang sizga. Gapga o'ramiz, omma. Yo, bemalol.